Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Mashallah, Alloh yetkazdi siz bilan suhbatlashishga. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Domla, ikkita savolim bor edi-da. Bismillah. Namoz o'qiyotganda, masalan, shom namozlari, xufton namozlarini o'qiyotganda sunnatga kelib tahorat sinib qolsa, shu agar boshqatdan tahorat olishga to'g'ri keladimi yoki tahorat olishga ketgan vaqtgacha shom namozi o'tib ketsa-chi, sunnat qazo qilinadimi? Shuni bitta so'ramoqchi edim. Xo'p, ajoyib savolingiz. Qiziq. Qanaqa qilib betahorat namoz o'qiladi? Bu tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa. Agar suv bo'lsa, tahorat qilishga sharoit bo'lsa, namoz vaqti chiqib ketish arafasida bo'lsa ham tahorat qilib, qazo qilib bo'lsa ham namozni o'qiladi. Aslida uzr gapingizni oldim. Tahorat bo'lsa-yu, farzni o'qib bo'ldi, sunnatga kelib tahorat sinib qolsa, shuni savol berganda men javob bera olmadim-da. Yani nima deb savol beryapti u? Betahorat sunnatni o'qiyveradi, deyaptimi? Yo'q. Tahorat bor, farzni o'qib bo'lib, sunnatiga kelganda, misol burnidan qon oqdi yoki shu tahorat sindi-da, shunaqa bir masalalarda qanday o'qiladi? Sunnati qazo bo'ladimi endi? Shuni hukmini so'ramoqchi edim-da. Shuni men ham sizdan qaytadan so'rayapman. Betahorat o'qiyversinmi deb so'rayaptimi? Yoki tayammum qilib o'qisinmi deyaptimi? Yo'q, farzni o'qidi, shom namozini masalan 3 rakat farzni o'qidi, sunnatiga kelib tahorat sindi. Agar boshqatdan yana tahorat olib sunnatini o'qisak bo'ladimi yoki sunnatini o'qimay qo'ysak nima bo'ladi, deyapti-da. Xo'p. Endi uzr kechirasiz, juda ham saviyasiz savol bu. Mana shunaqa savollarni biz barham berishimiz kerak. Tahoratsiz namoz o'qilmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan alohida asar bor. Tahoratsiz sajda qilgan odam kofir bo'ladi. Betahorat sajda qilish insonni kufrga olib boradi. Nimaga? Chunki tahorat bilan Allohga sajda qilinadi. Endi sunnat namozlari o'qish kerak. Tahorat sindimi, borib yangilab kelib o'qiydi. Yangi namoz vaqti kirgunga qadar u qazo bo'lmaydi. Masalan, shomni o'qidi, farzini o'qib bo'ldi, tahorat sinib qoldi. O xuftongacha sunnat namozini o'qisa bo'laveradi. Xufton kirgungacha 2 rakat sunnat o'qib qo'ysa bo'ldi. Peshin namozini boshidagi 4 rakat sunnatni o'qidi, keyin farzni o'qidi, keyin 2 rakat sunnatga tahorat sinib qoldi. Asr namozigacha o'qiyveradi sunnatni. Bomdodda farzdan oldin o'qiladi. Demak, unda tahorat bilan o'qib, keyin farzi o'qiladi. Ya'ni mabodo farazan sunnatlar qazo bo'lib qolsa, sunnatning qazosi yo'q. Masalan, bu tomoni bor. Lekin farzni o'qiyapti, tahorat sinib qoldi, o'qib bo'lgandan keyin sunnatni nima qiladi degan savol, endi bu savol emas bu. O sunnatni o'qiydi, tahoratni yangilab kelib o'qiydi. Tahorat qilishga 5 minut vaqt ketadi. 1 soat, 1,5 soat, ba'zida 2 soat orada farq bor. Kelib sunnatni o'qib qo'ysa afzal bo'ladi. Sunnatlar o'zi majburiy emas. 2 xil sunnatlar bor, ravotib sunnatlar bor. Farz namozidagi kamchiliklarni to'ldirish uchun sunnatlar o'qiladi. Lekin ravotib bo'lmagan sunnatlar bor, ular ixtiyoriy nafillar bobidan ular ham o'qilaveradi. O'qilsa o'ziga foyda, o'qimasa o'qimadi. Undan so'ralmaydi, qiyomat kuni nimaga o'qimading deb so'ralmaydi. Farzi so'raladi. Lekin bularda o'qisa afzal hisoblanadi. Xo'p. Rahmat domla, ikkinchi savolim